Do'stlar, hech o'ylab ko'rgansizlarmi? Korobkalar qanaqa ishlab chiqaradi? Mana bunaqa oddiy kartondan mana bunday katta bitta mashina o'tda загрузка qilinadi. Hozir o'chirishda juda baland edi. Загрузка qilinadi-da, загрузка qilingandan keyin sikl boshlanadi ishlashi. Ishlab ketaveradi, o'tda qirqiladi, bukiladi, hajm shakl beriladi. Mana bu yerda o'zi qanaqa sizlarga hajmi kerak bo'lsa, shu yerda bukiladi korobka. Korobka bukilgandan keyin konveyer orqali chiqib keladi mana bu yerda. Mana bittasi chiqib kelyapti hozir. Hozir chiqarganlar. Va oxirgi tayyor shaklda mana shunaqa chiqib keladi. Boya ko'rsatgan obrazesdan tayyor mana bunaqa korobka chiqib keladi. Keyin buni buklab shakl qilib chiqarsa bo'ladi. Hajmi, shaklini endi kompyuter orqali bersa, chiqarib beraveradi. Korobka ishlab chiqarishni bilmaganlar uchun mana shunaqa bitta apparat kerak. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu endi yangi texnologiya, bunda eskiroqlari ham bor, ular kichkinaroq bo'ladi. Lekin mana bu polniy sikl deyiladi. Zo'r ekan. Mashina arzon emas, qimmat. Hozir kontaktlarini olamiz, bazaga qo'shib qo'yamiz.